shirin xotiraga aylanmoqda. Aziz bitiruvchilar, sizlar bugun yangi hayot sari ilk qadamni qo'yyapsiz. Orzularingiz qanot yozsin, yo'lingiz doimo nurli bo'lsin. Marhamat, Azon School maktabining qadrli bitiruvchilari, sizlarni davraga, sahnaga taklif etamiz. nafar o'quvchi bilan birga yakunladik. Bundan tashqari ushbu o'quv yilida xalqaro olimpiadalarga ham katta urg'u berildi. Dunyo miqyosida tan olingan STEM olimpiadasiga ham 40 dan ortiq o'quvchilar ham matematika, ham ingliz tili yo'nalishida qatnashib, yuqori o'rinlarni, oltin, kumush hamda bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Quyida ularning sertifikatlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari aprel oyida O'zbekiston Respublikasidagi eng yirik ko'zga ko'ringan olimpiada Irina olimpiadasi tomonidan tashkil etilgan Talent Olimpiadada ham o'ndan ziyod o'quvchilarimiz muvaffaqiyatli qatnashishdi va bir qancha sertifikatlarni qo'lga kiritishdi, oltin, kumush, bronza medallarini qo'lga kiritishdi. Quyida siz doskada ularning medallarini ko'rishingiz mumkin, sertifikatlarini. Yana boshqa muvaffaqiyatimiz bizni 10-chi, 9-chi hamda 11-sinf o'quvchilarimizni milliy sertifikatlardan, topshiriq imtihonlardan yuqori ball olishganligi va ko'plab sertifikatlarni qo'lga kiritishganligi bo'ldi. Ana ushbu sertifikatlar bizni o'quvchilarimizni oliy o'quv yurtlariga kirishlariga juda katta yordam berdi. Shu bilan birga ushbu o'quv yilida bizni ko'plab o'quvchilarimiz chet elda ko'zga ko'ringan yuqori xorijiy o'quv yurtlariga qabul qilindilar. Shu jumladan bitiruvchilarimizning 4 nafari Londondagi Canterbury Christ Church University'ga qabul qilindi. Ular Asomidinova Muqima, Eminjanova Hanifah, Ikromov Inomto'la va Kamoliddinova Odina. Ushbu o'quvchilarimizning oila a'zolarini hamda o'zlarini bunaqa yuksak mukofotlar bilan, muvaffaqiyatlar bilan tabriklab o'tamiz. Bundan tashqari maktabimizning ushbu yildagi eng katta yutug'i Turkiyani KTO Karate University'ga o'quvchilarimizni hammasi 100% hammalari eng yuqori 75% grant yutib, testlarni muvaffaqiyatli ishlab, hammalari ushbu o'quv yurtiga qabul qilinishdi. Bu bizning maktabimizning eng katta yutuqlaridan biri bo'ldi. Bundan tashqari bizning bitiruvchilarimiz 7 nafari Buyuk Britaniyaning London shahrida joylashgan London Design School'ni bakalavr bosqichiga takliflarni, ya'ni offerlarni qabul qilib olishdi. Hamda bitiruvchilarimizning 7 nafari Xitoyning Shanxay shahridagi Shanghai Training Center of Institute of Marangani universitetiga qabul qilinishdi. Shu bilan birga bitiruvchilarimizning 3 nafari Riyod Design School'dan taklif xatlarini qo'lga kiritishdi. Ushbu quyida keltirilgan o'quvchilarimiz Italiyaning Instituto Marangoni institutidan enrollment paper, ya'ni qabul xatlarini, taklif xatlarini qo'lga kiritishgan. Ular Turarxo'jayeva Aziza, To'xtamurodov Umar, Eminjanova Hanifah, Husniddinova Ziyora, Shahnozaxon va Ikromov Inomto'la. Siz bu yerda ushbu universitetlarning suratlarini ko'rib turishingiz mumkin. Bundan tashqari o'quvchilarimizning 2 nafari Dubai Design School'ga ham qabul qilinishdi. Ushbu Dubai Design School o'zi asli Italiyaning universitetining filiali hisoblanadi. Shu bilan birga 3 nafar o'quvchimiz Fransiyaning Parij shahrida joylashgan Paris School of Institute of Marangani universitetiga ham qabul qilindilar. Barcha soha xodimlarini mehnatlari turibdi. Albatta ularni bugun eslamasdan, ularni bugungi kunda tabriklamasdan iloji yo'q. Endi navbat taqdimot marosimiga ingliz tili Ayza ustoz boshlanib o'tamiz.
Ayzaxon ustoz, keling. Doktor bunaqasi yo'qdir. Bitta darsga chalvoramiz. Zulfiya xonim, badiiy maydonda boshlaymiz. Keling. Arab tilisiz sertifikatiga tayyor bizning ustoz ixtiyor. Shirindan chiroyli Alloh bergan soliha qiz farzandli bo'libdilar, kelolmadi. Alqishlamaymiz. Farzandlarning qadamlari qutlug' bo'lsin, fayzli bo'lsin. Ta'limga qo'shgan hissalari uchun ustozlarimizni mana shunday ko'krak nishonlari bilan taqdirlaymiz. Bitta chiroyli qarsilab turamiz. Salomat bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Qaraysiz, bu yerda qo'shimcha sovg'alar bor ekan. Mana qo'shimcha sovg'alarni ham qizlar yordam berishadi. Umrlari sog' bo'lsin. Bolalarga shukur. Bermaylar, qo'shimcha sovg'alar bor ekan. Azizaxonim, Azizaxon, Azizaopa, siz davran to'g'riga joylashmoqda. Keling, Azizaopa. Ular ham bor edi-da. Bor edi-da. Keling. Keling, mana shu yerdan javob oling. Sizga ham atalgan sovg'alarni Muhayyo xonim o'zlari taqdim etib beradilar. Maktabi juda xursandmiz natijalardan. Nafaqat o'zimiznikidan, balki nishonlarga joninglar sog' bo'lsin, umringlar sog' bo'lsin. Davraga chorlab olamizmi? Odil ustoz, Sunnatulloh ustoz. Shu yerdan kelinglar. Keling, otlaganmiz Nazorga ustoz. Endi yuqoriga chiqqanimda ham turgan xodimlarimizlar oylik 3 oylab berilmasa ham oilasini tiq etmay boqqan, halol mehnati bilan yuzaga chiqqan ustozlar. Sizlarga rahmat. Bugungi ko'krak nishoniga loyiq ustozlarimizga. Ustozlar tanishmoqda, umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Ular bunaqa ko'krak nishonlarni oxiri bu. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Hammalarining xonadonlarida yaxshi kunlar, chiroyli to'ylar bo'lsin. Hammalari o'ylagan orzuni yaxshi muxlat qo'yish. Bugungi unutilmas kun 2020 bor ekan, sovg'alarni ham albatta o'z egalariga taqdim etib qo'yasizlar. Marhamat. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Qizlar sovg'alagan bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Borlariga shukur. Arzimas bo'lsa ham shogirdingizdan qabul qiling. Oling, oling. Muhayyo xonim uchun atalgan sovg'alarni badiiy maydon tomonidan chiqishlarini so'rab qolamiz. Muhayyo sizda juda ham katta jamoangiz bor. Siz uchun chiroyli surpriz va sizni mana shunday chiroyli rahbar qilib ta'lim tarbiya bergan ota-onangiz, lider shaxs qilib tarbiyalanishga kamarbasta bo'lgan ota-onangizga chiroyli surprizlarni qabul qilasiz. Albatta, mana ustozlar tomonidan, ota-onalar tomonidan ko'krak nishonlari, chiroyli guldastalar bilan taqdirlab qo'yishmoqda. Siz uchun atalgan sovg'alarimiz juda ham ko'p ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Berilinglar, keyin to'yxona yildiz beradi sovg'asini. Berilinglar sovg'alarni, sog' bo'linglar. Berilinglar, mayli. Birinchi topshiramiz mayli. Hammasi bitta bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Sovg'alardan qabul qilasiz. Qarang, siz uchun Agar atalgan mumkin bo'lganda Muhayyo opaning ota-onalarini mana shu katta davramizga taklif qilgan bo'lardik. Bilan baxtimizga otalarimiz ham, onalarimiz ham sog' bo'lsin. Bugun Muhayyoxon uchun unutilmas kun. Bugun Muhayyoxonni to'y etsak ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hamma mana o'quvchilari, farzandlari, ota-onalari, onalari yonlarida. Ota-ona orzusi nima? Ota-ona orzusi farzandlarini to'yib ko'rmoq. Aytinglarchi, mumkinmi shunday to'yni jim o'tirmoq? Bu savolga javobni mana shu o'tirganlar o'ylab ko'rsin. Muhayyoxonni yaxshi kunlarda Yaxshi kunlarimiz bo'ldi, kelmagan kunlarimiz bo'ldi. O'qimay yurgan kunim har doim bizdan qo'llab-quvvatladingiz, yordam berdingiz. Mana bitiruvga tayyorlanganimizda ham orqamizdan kecha-kech paytgacha yordam berdingiz. Rahmat kattaman. Mana arzimagan bo'lsa ham bizdan sog'amizdan olib chiqsanglar, sinfimiz tarafidan. sovg'a bor ekan. Sog'amiz. Yaxshi kunlaringizni ishladingiz. Salomat bo'ling. O'zi Berit maktabida 7-sinfdan beri o'qiyman. O'shandan beri men bizga tarbiya berib kelayotgan ustozlar davraga taklif qilmoqchiman. Bulardan Muhayyo ustozimiz, Muhayyo xonim, ingliz tili ustozimiz Barno ustoz Barno xonim, keling. va kuratorimiz Zilola opa va Komol opa. Zilola xonim, Komol xonim, badiiy maydon sizlarga muntazir. Kelinglar, Muhayyo xonim yonlaridan javob olinglar. Karim va Nasiba. Karim va Nasiba xonim. Bu ustozlar bizani qancha sho'xligimizga qaramasdan har doim bizani bir xilda ko'rib, bir xilda tarbiya berib kelishgan.
injiqligidan ko'targan, to'polonchiligidan ko'targan, to'g'rimi? Oling. Sog' bo'linglar. Qizlarimiz tomonidan amalga sovg'alar bor ekan. Albatta mana shu sovg'alarni ham qabul qilasizlar degan umiddamiz ustoz. Agar ustoz aynan Hoji akbarning sizga atalgan izhorlari bor ekan, qabul qilasiz. Marhamat. Avvalambor hammaga rahmat. Ayniqsa muhayya bizani anjumanda she'rlarni hammalar. Keyin bitta ustoz keladilar, sayohatdalar. Bizga yilni boshidan kirdilar va o'sha imtihonlarda katta ball olishimizga yordam bergan ustozimiz bor. Boshlang'ich sinf jamoasi kichkinagina sahna ko'rinishini tayyorlagan. Everyone, today is the most exciting day in our family. Today is the salary day. Qatlaning masana. Marjonaxon, keling, chaqqon. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Oyingdan 500 dollar. Oyijon, o'zi pardan ustiga selfie tushsam nima qilishim kerak? Va biz ingliz tili lavozimiga hammani ham ishga olmaymiz. Albatta bakalavr magistraturani bitirgan. Lekin bitta qizim bor. Oliy ma'lumotli. Har oyning oxirida bizga kerak bo'ladigan ustoz Hafiza ustoz. Hafiza xonim, keling. Oliy tarqatarlar. Oliy tarqatarlar Hafiza xonim. Ha, sog' bo'ling. Va administrator sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Kelinglar, ha? Yashirilgan, istalgan narsa bo'lishi mumkin, Google bo'lishi mumkin, misol uchun oddiy faxriy obraz bo'lishi mumkin, telefon bo'lishi mumkin, Qimmatbaho bo'lishi mumkin. qimmatbaho bo'lishi mumkin. Endi u omadingiz, nima yutib olishingiz. Xo'p, ustoz tayyormisiz? Matematikdan bezgan. Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz, olim aka? Qaysi fanni yaxshi ko'rasiz? Matematikani yaxshi ko'raman, lekin shu matematikani o'ylamoqchi emasman. Qaysi fandan savol bersin? Sovg'a chiqargan fan. Sovg'a chiqargan fan bor. Xo'p, berilgan savolni marhamat qiling. Boshlaylik. Birinchi savol. Eng kichik ikki xonali son. To'g'ri. 10. To'g'ri. Beta qarshi javob beramiz. Ikkinchi savol. Kvadrat funksiyaning grafiki qaysi shakldan iborat? Parabola. To'g'ri. Sovg'alarimizni yutish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Sog' bo'ling. Men tanlayman endi ichidan. Tanlashingiz mumkin. Tanladingiz-a? O'qib eshittirsinlarmi? Notebook. Olqishlab qo'yamiz aziz mehmonlar. Qarang, bitada qanday chiroyli sovg'alarni qabul qildim. Xo'p, Odilbek ustoz, endi Olimjon ustoz notebooklarni o'zingiz ochib ko'rsatasiz. Hamma diqqat qilib tursin. Qarsaklar. Notebook. Ochiladi. Bu sizga. Haqiqiy deb o'ylaganmisiz? Xo'p. Birni uni yarmiga bo'lsak necha bo'ladi? 2. To'g'ri. iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Bitta chiroyli qarshi chalib qo'yamiz. Voy. Tayyormisizlar? Sovg'ani ochamiz. iPhone 17 Pro Max. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Keling. Uchinchi ustozimiz Hafiza ustoz. Xo'p, sizga matematikadan savol berish niyatim yo'q. Boshqa savol berib ko'raman. Faqat tezroq javob berasiz. Birinchi savol. Sentyabr oyida mening maoshim qanchaga oshadi? A javob 10%, B javob 20%, C javob ikkalasi ham to'g'ri. Ikkalasi ham to'g'ri. Xo'p, Zilola ustoz sovg'alarni Bo'ldi bitta savol. Bitta savol. Bitta savol. Aniq berasizmi degan savollar bermaysiz. Oxiriga rang bo'lsin. Siyoh. ovozni holicha o'qib, endi nima chiqishini bilmaymiz, to'g'risi. Samolyot. Samolyot chiqdi. Bitta olqishlab qo'yinglar aziz mehmonlar. Marhamat ustoz, sovg'ani ochib ko'rsatarkansiz, marhamat. Voy. Samolyot, qarsaklar. Elektromobil. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz uzoq bo'lsin. Hozircha o'yinchog'ini o'ynab turaylik, xudo xohlasa haqiqiysini o'qiymiz, o'ynaymiz degan kunlar bugun keldi.
7 yoshda keldinglar deb o'ylang. Bugun siz 11-sinf bitiruvchilar ustozlarisiz. Haqiqiy HP notebook, olim ustoz. Ko'krak nishoni bilan olqishlaringiz. Chiroyli qarsiylaringiz aziz mehmonlar. Haqiqiysi. Endi buni uyga borib ochinglar, shart emas deb ochish. Joni sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Uzoq aytamiz. iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max ko'krak nishonlari bilan birgalikda. Endi bildim ustozlaringiz iPhone'ni qatdan olishini. Joni sog' bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz aziz mehmonlar. Oling. Umra safariga yo'llanma sizga albatta mana taqdim etildi. Oling. Bunaqa halol. Sevinch ko'z yoshlari. Samimiy, bunaqa mehribon. Alloh bergan yaratgan singlim bor. Mana singlim o'tiribdi bu qadar o'rningdan turib ol. Endi sizlar ikkitasizlar. Oling. Ko'krak nishonlari bilan birgalikda olqishlab qo'yamiz. Salomat bo'ling. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Ana. Shunaqa payt Hafizani oilalarini ham chaqirmoqchiman davraga. Shu payt onalariga telefon qilganda bu xayolni oldi bu qizim. Men roziman dedi. Onajon keling. Keling onajon, badiiy maydon tomon keling. Keling onajon, joningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsin, otalarimiz bor bo'lsin, onalarimiz, otalarimiz dunyo turguncha tursin. Adashmasam oyijonga ham chiroyli sovg'a bor. Xudo xolasa buni qalbimni o'zim men uchun bebaho sovg'a bu. Yaqinda hajga borib kelgan inson hajga borganingda shu ro'molni o'rab shirinlik yeb yurasan deganda, eng yaxshi ko'rganingni bersang, sen ham o'sha inson ham birga borasizlar deyilgan, birga hajga borish nasib qilsin. Duo qilingan Ka'badagi hajdagi onamizdan. Joni sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Ilohim bu qizilshotga borganlarda Xudo xolasa mana shu koshonada turgan hammamizni bir chiroyli duolar qilib qo'yasiz endi. Sizga eng oxirgi tilagimiz shu, duo qilsalar hammamizni. Hayajondaman. Bizni kechirasiz. Rahmat. Hammangni menga o'xshab shunaqa davrada farzandlarni orqasidan shunaqa chirmadigan eshitdik. Allohimga ming qattiq shukr. Xonadoninglarda to'y bo'lsin, xonadoninglarda baraka bo'lsin, halol. Yeah.